Kylian Mbappe o'z intervyusida men Messining faoliyatini takrorlashim uchun juda ham kech bo'ldi. Aslan olganda juda ham kech. Lekin menga Ronaldoning karyerasi Ronaldoni bosib o'tgan yo'li yaqinroq va men uning faoliyatidan ilhom olaman deganda juda ko'pchilik tahlilchilar buni noto'g'ri talqin qildi. Ya'ni Messining faoliyatini takrorlab bo'lmaydi, Messining betakror ekanligini Kylian bilgan holda Ronaldoni qilish imkonli bo'lgan yo'lini tanlamoqda degan gaplarni chiqargandi. Aslan olganda bu juda ham noto'g'ri fikrlar. Kylian Mbappe kimnidir yaxshiroq, kimnidir yomonroq ko'rsatmoqchi emasdi. U umuman boshqa maqsadda gapirdi bu gapni. Hozir sizlar bilan Kylian Mbappeni mana shu fikrini biroz tahlil qilamiz va Ronaldo va Messining faoliyatiga ham bir qo'r nazar tashlaymiz. Undan oldin kanalimga obuna bo'ling. Bu futbolga oid eng yaxshi sahifalardan biri. Unda boshladik do'stlar. Mbappe Messidek bo'lish uchun endi juda kech deyish orqali iste'dod yoki daraja haqida emas, balki faoliyat yo'li, karyera modeli haqida gapirdi. Messi butun faoliyatida deyarli bitta klub Barselonada o'tkazdi. U yoshligidan shu tizimda ulg'aydi, o'yin falsafasi murabbiylar va jamoa atrofida qurildi. Mbappe o'zi aytganidek Messidek bo'lish uchun u Monakoda qolishi va keyin klub atrofida butun karyerasini qurish kerak edi. Bu bosqich esa unda allaqachon o'tib ketgan. Mbappe esa mutlaqo boshqa yo'lni tanladi. U juda yoshligidan katta sahnaga chiqdi. Klubdan klubga o'tdi va hozir global yulduz sifatida shakllandi. Shu sababli unga Cristiano Ronaldoning faoliyati yaqinroq. Ronaldo ham bir klub bilan cheklanib qolmadi. U Sporting, Manchester United, Real Madrid, Juventus har xil liga, har xil mamlakat, har xil bosimda harakat qildi. Har joyda o'zini qayta isbotlagan, har xil tizimga moslashgan ham aynan Ronaldo. Mbappe uchun bu juda muhim. U o'zini nafaqat iste'dodli futbolchi, balki har yerda, har sharoitda yetakchi bo'la oladigan yulduz sifatida ko'rmoqda. Ronaldo unga aynan shuni isbotlab bergan. Tezlik pasayadi, yosh o'tadi, lekin mehnat, intizom va moslashuv bilan eng yuqori darajada qolish mumkin. Yana bir jihat bu mas'uliyat. Messi ko'proq tizim ichida porlagan daho. Ronaldo esa jamoa qayerda bo'lishidan qat'iy nazar natija talab qilinadigan futbolchi edi. Mbappe bugun aynan mana shu bosim ostida yashayapti va bu rolni o'ziga qabul qilgan.